Edubaza saytida qanday qilib materiallar yaratish mumkin? Bizni saytimizda asosiy bo'limlarimiz bor. Mana asosiy bo'limlar bu dars taqdimotlari, material yaratish, elektron kutubxona, interaktiv o'yinlar va daromad qilish. Hamda bu bo'limlar tepadagi menyu qismida ham ko'rsatilgan. Keling, bir boshdan o'tib chiqamiz. Hozir sizlar bilan yaratish oynasini ko'ramiz. Yaratish oynasida ustozlar o'zlarining darslari uchun, mavzuni mustahkamlash uchun bir necha soniyalarda kerakli tarqatma materiallarini tayyorlashlari mumkin. Qanday tarqatma materiallar turlari bor? Hozirda 6 xildan ortiq PDF tarqatma materiallar va mana bu joyda ko'rishimiz mumkinki, ishchivaroqlarda matematik ishchivaroq, crosswordlar, matematik crosswordlar, test varaqalari, anagrammalar, moslashtirish, so'z qidirish, kod kaliti, bo'sh joy, aralash so'zlar va gapni to'ldirish kabi PDF materiallar tayyorlash mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Biz istalgan bitta turdagi tarqatma material uchun savol to'plami yaratamiz. Masalan, keling ko'ramiz matematik ishchivaroq. Matematik ishchivaroq odatda boshlang'ich sinflarni hisoblash mashqlarini, ko'nikmalarini rivojlantirishga ishlatiladi. Masalan, siz qo'shish, ayirish, ko'paytirish yoki bo'lish mavzularini o'tdingiz va shu bo'yicha bolalarni demak qo'shimcha mustahkamlashga material bermoqchimiz. Necha xonali sonlar? 2 xonali, 3 xonali. Masalan, 2 xonali sonlarni qo'shishni mustahkamlamoqchimiz. 20 ta savol. Bemalol mana savol-savolni qo'yishimiz mumkin. Masalan, 24 ta savol qo'ydim. Yaratishni bitta bosamiz. Bizda mana shu joyda material paydo bo'ladi. Buni nima qilamiz? PDF sifatida yuklab olishimiz mumkin va biz PDF ni ochsak, mana shunday tayyor PDF material hosil bo'ladi. Mana. Buni bemalol printerdan chiqarib bolalarga qo'shimcha shug'ullanish uchun berish mumkin. Bundan istalgancha yaratish mumkin. Bu hech qanday limitlarga ta'sir qilmaydi. Bu doim cheksiz bepul. Bundan tashqari ajoyib mashqlardan biri o'quvchilarni hisob-kitobga qiziqtiradigan bu matematik crossword. Matematik crossword qanaqa ishlaydi? Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish yoki aralash barcha amallar 2 xonali sonlar o'rtasida va nechta savol bo'lsin, masalan 25 ta savol bo'lsin yoki 20 ta savol bo'lsin, yashirin javoblarda tasodifiy yoki hammasini yashirish mumkin. Tasodifiyni tavsiya qilamiz. Hammasida bu qiyinroq bo'ladi. Yaratishni bosamiz. Bizda mana bu joyda matematik crossword paydo bo'ldi. Buni ham xuddi shunday PDF ni bosib yuklaymiz va bu PDF ni bemalol Telegramga tashlab olishingiz va printerdan chiqartirishingiz mumkin bo'ladi. Mana tomosha qilamiz. Sahifada bu qanaqa ishlaydi? Demak, bo'sh joylarni o'quvchilar javoblarni yozish orqali shu hisob-kitoblarni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Xuddi so'zlik crosswordga o'xshab ishlaydi. Mana. Bu yerda javoblar kaliti bor. Bemalol o'quvchilarni o'zlariga o'zlarini tekshirtirish mumkin yoki siz o'zingiz tekshirishingiz mumkin.